Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kahf surasida Alloh aytadiki, mol va mulk, farzandlar dunyo hayotining ziynati. Mana shu hayotimizni ko'rki shu. Farzandlar mol va mulkimiz. Yaxshi pul topgan odam yaxshi yashaydi. Dunyo ko'radi. Farzandlariga yaxshi hayotni ta'minlab beradi. Demak azizlar, mol va mulkdan uni topishga bo'lgan harakatdan dinimiz qaytarmagan. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadiki, "Va tuhibbunal mala hubban jamma." Sizlar mol va mulkni jam qilishni juda ham yaxshi ko'rasizlar deb Alloh marhamat qilyapti. Bu insonning fitratida bor. Mol va mulkka rag'bat, muhabbatli bo'lish. Qarangki, Alloh bu yerda yomon ko'rishingizni qoralamayapti-da. Bandani mol va mulkni yaxshi ko'rishini, jam qilishni yaxshi ko'rishligini keltiryapti. Lekin buni mazammat qilmayapti. Solih mol, halol, pokiza mablag' solih odamning qo'lida bo'lsa, uning qiladigan ishi, jamiyatga keltiradigan nafi ulkan bo'ladi. Bu borada Alisher Navoiy hazratlari timsol bo'ladi. Juda katta mol mulk egasi bo'lganlar. Lekin bor topgan mol mulkni hammasini yurtga, elga, mo'min musulmonlarga tuhfa qilganlar, hadiya qilganlar, vaqf qilganlar, hamma ishlari, yaxshiliklari el yurt uchun bo'lgan. Imom Azam boy bo'lganlar. 70 dan oshiq imkoniyati yo'q yigitni uylantirgan ekanlar. Usti yupun odamni ko'rsalar, o'sha odamni kiyintirishga harakat qilardilar. Qo'llaridan kelgan saxovatni qilardilar. Hamma ulug'larimiz davlatga ega bo'lsalar, yaxshiliklari ham ulkan darajada bo'lgan.